kishi xotini bilan tortishdi. Xotini bilan sammanga borib qoldi. Xotini eridan xafa bo'lib miq etmay o'tirardi. Er aytdiki xotinga, "Ey xotin, agar sen dedi, bomdod vaqti kirguncha gapirmasang, taloqsan" dedi. Shartli taloq bo'lyapti. Ayol ayolligiga borib shu erdan qutulaman dedi-da. Endi jahl ketganda aql ketdi. Hech narsa gapirmadi. Ovozi chiqmadi. Er bu holatda qancha gapirtirishga harakat qilmasin, gapirtira olmadi. O'ziga kelib qoldi-da er. Tunda borib Abu Hanifani eshigini borib taqillatdi. "Ey imomlar imomi, ey ustoz, men xotinim bilan janjallashib mana shu gaplarni gapirib, shartli taloq tushish ehtimolini mana shu yuzaga keltirib qo'ydim. Bu ishimdan qattiq pushaymonman" dedi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qarang, sinchkovligini u kishi aytdilarki, masjidga borasan dedilar. Muazzinni topasan. Bomdod namozi vaqti kirishidan oldin azonni aytsin. Borib topdi, ko'ndirdi. Azonni ovozi eshitildi. Hali vaqt kirmagan azonning ovozi eshitildi. Shunda xotin endi bomdod bo'pti deb, "Alhamdulillah, sendan mana ajratim, taloq tushdi" deganda er, "Alloh senga hamdlar bo'lsin. Men mana shunday oilamni saqlab qolish borasida menga bergan fatvosi bilan mana shu butun musulmonlarga yaxshilik ulashayotgan Abu Hanifadan Alloh rozi bo'lsin. Bekorlarni aytibsan, hech qanaqa taloq tushmadi. Hali bomdod vaqti kirmadi" degan ekan.